Mansur ikkimiz yan-yan ketib baratdik. Mansur O'liverishni o'yladim. Lekin o'zini o'ltirib olish qo'rqinchaqliq, to'xiyraklik bo'ladi. Uning ustiga muqaddas dinimizning ko'rsatmalariga to'g'ri kelmaydi. Ammo menga bek og'ir kelyotdi. Mustafa, urushda yengildim. Uni azdab nomusimni, g'ururimni payxon qilishdi. Qo'g'day olmadim. O'zimni shunchalik yaramas, keraksiz his qilyapman. Bu ishlarning hammasiga bevosita men javobgar. Mening mas'uliyatim. deydi. Mansurning holi odamning ichini etishtiratdi. U ig'ir ruhiy azob ichida qolgan edi. Ko'z oldidagi hamma narsa tugishyotdi. Qo'zg'olon mag'lub bo'ldi. Qimmatli kishilarimiz qurbon bo'ldi. Azam munarlari, masjid qubballari yiqildi. Dinimizdan aziz biladigan islomiy qadr-qimmatlarimiz dafsanda qilindi. Qiz ayollarimiz bo'lsa majburiy holda dushmanning ko'ngli ochadigan o'yinchiga aylantirildi. Qayg'u asiratim uninkidan kam emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, uningga tasalli berish uchun sen o'zingga ko'tara olmaydigan yukni ortyapsan. Jahonning raftari ta'tir cho'g'ilayotgan bu kunlardagi ishlarga javobgar bo'lgudek o'zingni kim deb qolding? G'arbdan kelgan urus bosqinchilari, sharqdan kelgan Xitoy tajovuzchilarini yolg'iz jining bilan to'sib qola olgudek kim eding sen? Sen degan faqat ojiz bir inson. Sen menga tushgan vazifani ado qilding, dedim. Vazifam? Dedi yo'g'on ichilgan ko'zlarini uzun ketgan yo'ldan uzmay turib. Vazifamiz texnicha gadinimizda. Hayotda bo'ladiganimiz bir ishlarni qilishimiz kerak. Navoda bir kunda bo'lsa-mu, kurash qilganning foydasi yo'q deb umidsinib o'tkazsang, omonatga xiyonat qilgan bo'lasan. Ayolining oqibatining uningga bek ig'ir kelganligini tushunib yetdim va ayol kishi degan jiqqo, sana xotin kelmidi, dedim. Talvillarcha qaqahlab kulib qo'yib. Vatanimizning muqaddas tuproqlari bo'lgandi. G'urur, sharaf, nomus deydigan dars qolmadi. Bundan keyin qandoqmi yeb-ichib, uxlab, balaliq bo'lib yashaylarimiz deyman, dedi. Bir top kishilarning qo'llarida o'rg'oq, palta degandek narsalarni ko'tarib, bir yoqqa qarab aldirab ketib borganligini ko'rdik. Qurolliq saqchilarmi u yoq bu yoqqa o'tishib turardi. Yenimizdan o'tib ketib borgan bir kishidan nima ish ekanligini so'radik. Kommunistlar masjidimizni tartib olib, xam material ambir qilmoqchi edi. Imom ishikda turib olib qarshilik ko'rsatyapti, dedi. Angacha bizmi yetib bordik. Ular imomni tutib olib, masjidning qarshisidagi daraxtga chambarchas qilib bog'lab etgan edi. Faşist kommunistlar imomni masxara qilib, yuzlariga tükürishga boshladi. Daraxtdan sundirib olgan chiviq bilan udul kelgancha savoytdi. Imomning bosh ko'zidan qon to'xtamay eqiyotdi. Mengishdan to'xtab qoldik. Mansur, "Nima ish to'xtaymiz?" dedi. "Boshqa yo'ldan mangsak bo'g'idek", dedim men. Mansur odamning tenini shurkandirayotgandek bir kulvatdi-da, "Yanimda qurolim bor. Meni hech kim to'sib qola olmaydi", dedi. Mansur tapanchasi bilan bir muncha o'qni qalin paxtaliq tonining ichiga yo'chirib olgan ekan. Men uningga nasihat qilib to'solay deb bo'lguncha yugurgunicha yiroqlab ketdi. Masjidning ariq tarafiga o'tib ko'rinmay qoldi. Yetishib olay deb yugurgan bo'lsam-mu, ko'zdan yo'qitib qo'ydim. Tuyuqsiz bir necha pay o'q etildi. Imomni urib, mazoq qilib kulishayotgan qizil qo'g'diqchilardan uchi ariq-ariqidan yerga yiqilib, qon ichida so'naylinib yetishdi. "Allohu akbar! Mana Allohning intiqomi!" deb vaqirdi imom. Kishilar o'q ovozi chiqqan tarafga, masjidning o'gisiga qarashdi. Mansur Dorg'a masjid gumbizi bilan azam munarining orasiga o'chirinib olgan bo'lib, beshi arang ko'rinib turardi. Shu asnoda Mansur: "Hey, ilolmi kuchuklar! Bu degan Allohning uyi. Har qaysining dafsani qilishini qarab turmaymiz", deb vaqirdi. Yurikim so'qishdan to'xtab qolgandek bo'ldim. Bek qo'rqib ketgan edim. Mansur o'limning bo'sog'isida turardi. O'zini o'p-o'chiq halokat atgan edi. Nima qilishimni bilolmay gangrabla qoldim. Mansur to'xtamay o'q chiqaryotdi. Yana bir necha kommunist yaralandi. Saqchilar yetib keldi va Mansurni ko'rsatib, "Satqon, aksiyatchi, xoin, xurofotchi" deb varqirashga boshladi. Masjid gumbizi va azan munaraga qaratib o'qlar yog'dirilgandan keyin birdam jimjitlik so'kim surdi. Atrofda qarab turganlardan bir qismi tarqalishga boshladi. Bir necha minutdan keyin Mansur Durg'uning beshi yana qaytadan ko'rindi va vaqirdi: "Jinim tinimda bo'lsa masjidga kirgizmayman har qaysingni. Yomon bo'lsang jastimni desab ondan kirish. Bu degan Allohning uyi. Hu ablaqlar." O'q yomg'iri yana davom qildi. Tajovuzchilardan yana biri yer tishladi. Ularning ba'zilarida qo'l bombasi bor bo'lib, masjidning o'gisiga otdi va portilgan ovoz bilan tang atrofni istida qopladi. Mansur shaksiz o'ldi deb o'yladim.
Birdamgichala yordamchi qo'shin yog'idi va bu yer jang maydoniga, qon ko'niga aylanadi. Mansur nimishqin bundoq qilgandi? Necha 10 kommunist allaqachon masjidni egallab bo'lgan edi. Mansurning bu yerda qarshilik ko'rsatishi ochiq haqiqatni o'zgartira olmadi. Ko'chada turgan kishilarning ko'zlaridan shodlik uchqunlari chachraydi. Ular gumbazning keynida turib, Allohning uyini qo'dayotgan azamatdan faxrlanayotdi. Bir necha minut ichida masjidning atrofi yana odamga to'ldi. Kishilar kommunistlarga tashlar, shig'illar bilan hujum qilyotdi. Kichik bir qo'zg'olon ko'tarildi. Kommunistlar kirarga tushuk izlab yurishadi. Mansur azan munorining ustida ko'rindi va bar ovoz bilan to'ladi. Allohu akbar! Allohu akbar! Namoz qilinglar! Namoz qilinglar! Jamoat namozi! Atrofda umidsizlik ishida turgan mazlum xalqning ko'zlaridan hayajon yoshlari quyilishga boshladi. Masjidning imomi bog'liqdan qutulib, kiyimlarini kiydida tahorat olish uchun mangdi. Mansur chaqqonlik bilan munardan gumbazning yoniga tushdi va to'lab turib, Jamoat, bu balkim vidolish namozimiz bo'lib qolishi mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, Allohning uyini yolg'iz tashlab qo'ymayli. Har bir g'irishni, har bir kesak teshini qo'g'danglar. Masjid biz uchun bir binodan iborat emas. Uning ma'naviy qiymati to'liq yuksak. Biz asrlar bo'yi mushu ilohiy Qur'onning soyasida yashab keldik. Kelinglar, 2 rakat namoz o'qiylik, dedi. Musulmonlarning ba'zilari o'lgan, yaralangan yoki qochgan dushman askarlaridan o'lja olgan qurollar bilan qurollangan edi. Mangami bir miltiq bilan bir necha pay o'q nisb bo'ldi. Iroqdan rus harbiy mashinalarida kelayotganlarning qarasi ko'rindi. Birdamdan keyinla masjid va atrofdagi kishilar o't ichida qoldi. Bir maydon tangsiz jang boshlangan edi. O'z-o'zimga Osman Batur bargul saqlayotdi, dedim va chekinishga qaror qildim. Mansurni izledim, lekin uning masjidning bu so'g'isida qurolni ching tutgan holat yotganligini ko'rdim. Yana bir qo'li yoniga tashlanib qolgan bo'lib, yig'ilib qolgan qonga milinib turibdi. Uningga yaqinroq berib qaradim. Nafs to'xtab qolgan edi. Uning atrofida o'q tegib yiqilgan nurg'un kishi bor edi. Shehidlarning orasida boyiqi imomi bor bo'lib, ap-oq soqollari qip-qizil qonlar bilan bo'yalgan edi. Tezlikda ketib qoldim. Rahmetlik Mansur mas'uliyatlarining o'lgichi gadini turdiganligiga ishonatdi. Allohning lutfi bilan masjidning bu so'g'isida shehid bo'ldi. Ko'p kunduzda o'zi yolg'iz turib bir to'p xoinga o'q chiqara oldi. Atrofidagi odamlarni qo'zg'ab chiqdi. Baxt ichida jon o'zgarligida shak yo'q. Qumulga mangadigan yo'l xatarga to'lgan edi. Xaloyiq masjid voqeasi va ruslarning yuz o'rish haqida paranglashadi. Saylam o'tkizdik deb xalqning ko'zini bo'ymoqchi bo'lishganlari. Shundoq bo'lishiga qaramay, natija xalqqa payliq chiqib qolganda chidamaslik qilishib, suiqasd qilishganlari. Begunoh kishilar bilan turmalarni to'shqizganligi xalqning nazaridan qochmagan edi. Avom xalqqa hamma ish ayon edi. Gazetlarni to'shqizib berilayotgan xabarlarning yolg'on, uydurmalar ekanligini bilatdi xalqimiz. Kommunistlarning atalmish ozodlik degan narsani ko'ylab, urlashtirgan tabriklash faoliyatlari, valaq takkurlarining ig'izlaridan ko'pik chachirtib so'zlayotgan jo'ylamalari, tamlarni bir olgan shuarlarning hammasi ishg'olni yoshirish uchun o'ydirilgan niqob ekanligi. Bu saxtipazliklarda ruslar bilan Xitoylarning hamshirik ekanligi hammaylanga kunduzdagi quyoshdak oshkora edi. Eli, Oltay va Cho'chakdan iborat 3 viloyat kommunistlarning qo'liga o'tib ketdi. Qolgan 7 viloyat xoin Burhan shahidining hukmronligida bo'lib, Stalinning o'rlashtirishi bilan u Sharqiy Turkistonning Xitoy kommunistlariga qo'shilganligini jakarladi. Bu xabardan keyin ommani yana aloqazodlik qopladi. Her uydan bir meyit chiqqandek atrof musibat tusini oldi. Kelish oldida turgan dahshatli vahima, xatar va hiyla-mikanlarga to'lgan zulmat qorong'ulik kunlarning aloqazodligi edi bu. Endi Xitoy kommunistik armiyasining kirib kelishi bilan xalq zulmning qayta boshlanganligini tushunib ketdi. Halbuki vujudi va ruhiyatidagi yaralar texsa qaymagan, shalvarab turayotgan edi. Uni azdab, top istab chiqqan bu chilbörlar ikki tarafdan qistab kelmoqda edi. Qo'zg'olonchilar Osman Baturning qo'mondonligida qarshilikni davomlashtirish qarori oldi. Yana bir guruh kishilardan tashkillangan bir hay'at sobiq muavin rais Muhammad ibn Bug'roning boshchiligida chet elga qarab yo'lga chiqdi. Ularning maqsadi Xitoy kommunistlarining zulmini dunyoga anglatib, yordam talab qilish edi. Bu hay'at 1949-yili 12-oyning 12-kuni yo'lga chiqdi. Ular Kashmirning Ladakh shahriga yetib borgan vaqtida
Başta birga yo'lga chiqqan safardoshlarning 4dan biri qolgan edi. Qolganlari ya chegarada Xitoy askarlari bilan qanliq etishdi shehid bo'lgan, yoki yo'l ustidagi qattiq sovuq ochliq dasidan o'lib ketgan edi. Ularning sovuq va xatarlik tog' yo'llaridagi safari 2 oy davomlashganligi uchun hayot qolganlarning ba'zilarining putqo'llari ushib qolgan edi. Ular mangan tog' yo'llari qor muz bilan qoplangan bo'lib, yo'l ustida 5 daryo bor edi. Tog' yo'li va daryo iqinining agri-bugrilari sababidan bu daryolardan 200 necha qitim kesib o'tishga to'g'ri keladi. Tog' cho'qillarida havo shalang, oksigen kamchil bo'lg'achqa odam va uloqlarning burunlaridan qon eqib to'xtamaydi. Oxiri ulardan oz bir qismi Kashmir poytaxti Srinagarga yetib bora oladi. Bu qatimliq safar xalqimizning o'z dini, erkinligi va mustaqilligini qo'g'dash yo'lida tortgan mislsiz jafo mushaqqatlarining unutilmas bir parchasi edi. Men Qumulga borgan bo'lsam-mu, Cho'lponni yoki o'g'limni topolmadim. Qumul shahri azob uqubat, qayg'u alam va yovning shumliq o'shqiyib turgan tashlandiq xarobiga aylanib qolgan edi. Xalq kommunistlarning keldiganlik xabardan keyin urkib ketgan podidek har tarafga petrab ketgan, ko'p qismi taqqa, ba'zilari kommunistlarning qo'li yetmaydigan yer izlab chat chegara yerlarga ketishgan edi. Osman Batur 20 ming kishilik qo'zg'olonchi qo'shin bilan bargoh qurib turayotgan Barko'lga qarab yo'lga chiqdim. Safardishim Mansurni masjidning bo'soqsida mangulik uyqusida qoldirib xo'shlashganligim uchun mushaqqatlik tog' yo'llarida o'zim yolg'iz mengatatdim. Shu tapda Mansur o'zining paqqini bilan vatan tuproqlarini sug'urib U har turli ilg'or urush aslahalari va buzg'unchi chirik ideyalar bilan qurollangan zolimning zulmiga qarshi kurash qilishdek ulug'vor bir g'oya uchun jinini fido qilgan edi. Suyumlik vatanimni aylanib chiqqan bu uzun safarim jarayonida tog'ning kishini sag'itadigan salqin havosi yuzimga urilgan chog'dagidek rohat va xotirjamlik his qilmagan edim. Chunki tog'larning qo'yni kishiga jimjitlik va beg'amlik tuyg'usi baxsh etadi. Bu yerda pokiz havoni ko'ksimga to'ldirib sumiralaytdim. Qalbimning cho'nqur qatlaridan chiqarib turib tasbih va duolarni o'qiy olaytdim. G'animat olgan yangi tipdagi qurollar bilan harbiy mashqni davom qilyotdik. Bu qurollar 2 dunyo urushida qo'llanilib, dunyoning nizomini ostin-ustin qilishdek vazifalarni ado qilgan qurollar edi. Lekin bular dushmanning aeroplan, tanka, minomyotlardan tarkib topgan qotillik mashinalarining oldida yanala oddiy qurollar hisoblanadi. Cho'lponni ko'ra olgan bo'lsam, nimaga yaxshi bo'ladi ha? Cho'p-cho'ng bo'lib ketgan o'g'lim yenimda bo'lgan bo'lsa-chi tehi. Uning bilan sirdashgan, uningga jang mahoratlarini, jushqun marshlarini, qurol ishlashni o'rgatgan bo'lardim. Ah, qalbim, seni munu quram tashlarda qetib ketdimikin? Oila bo'yicha jam bo'lgan, suygu muhabbatga to'lgan xushal chog'larni aslaganda titirmasmikin deb o'ylab ekanman. Lekin senmi go'sh bilan qanday yaralgan yumshoq yurak ekansan emasmi? Mening gunoyim nima edi? Seningchi. Cheksiz ketgan ufqqa qarab, etiz dalalar, o'rmon yayloqlar, zavutlar va harbiy gazarmalardagi sonsizlagan kishilarni xayol qilatdim. Bu kishilarning ichidan yolg'iz o'g'limni izlab, hammaning chiroyini ko'z oldimga keltirib boqatdim. Cho'nqur xayollarga cho'katdim. O'g'lim, sen qayerda? Ko'zlarimdan yoshlar qo'yildi. Yurakim sig'inish ilkida puchilnatdi. Uzun yillarning yelkamga yuklagan mushkulotlari dastidan tenim qattiq mag'dursizlangan bo'lib, yurakimning holsizligimi uningdan kam emas edi. Har qatim biror bola uchrab qolsa, mehr bilan quchoqlab suyib ketatdim. Ko'z o'ngimdan yiroqlashga qarab turatdim. Hatto ba'zida keyindan qo'g'lab berib, mevchilarni tutqizib qo'yib, Xo'janiyaz Mustafa ismli bir bolani va opsini ko'rmaganini so'raytdim. Ah, qalbim, meni nimancha qiynaydigan sen? Vahimalaring, aslimalaring va sig'inchingning menga tutashtirgan o'tini tog'ning so'g'imi o'chirolmaydi. Vaqtni suslashtira olmaydi. Qonliq janglar ham bu tuyg'ularni yo'q qilib o'tolmaydi. Osman Batur yuz berayotgan voqealarni to'g'ri tahlil qila olmaydigan, ishlarning taraqqiyotini ko'ra olmaydigan, sodda, nodon biri emas edi. Albatta, tajribalik qahramon qo'mondon edi. 20 ming kishilik bir qo'shin bilan 100 millionlagan Xitoyga taqobil turib bo'la olmayotganligini, ilg'or qurollangan rus qo'shinlarini mag'lub qila olmaydiganligi uningga ayon edi. Lekin u inqilob va kurash ruhining o'lmasligi kerakligidek yuksak qoyaga ishonatdi.
Shundoq bo'lganda, Timur Rishadkilar keyingi mazlum xalq kurashni qolgan yerdan davom qila oladi va bumi yana boshqa bir inqilobning boshlanishi bo'lib davom qilib mang'atdi. Shundala tajovuzchilarni doim parakanda qilib turg'ili, zanjirsimon davomlashib turgan jihad orqali Allohning mazlumlarga yordam berishini qo'lga keltirgili bo'ladi. Qanaqli bo'lmasin, taslim bo'lish Osman Batur va azimatlarning kallasiga kelib qo'ymagan edi. U doim bizga Bu bizning taqdirimiz. Bizning peshonamizga hayotli bo'lsak, Qur'onni tashlamaslik bitilgan bo'lsa kerak. Xitoy yoki Rus kommunistlarining hukmronligiga bo'yin ekkanimizdan shahid bo'lib Allohning yiniga ketganimiz ming yaxshi. Allohu akbar. La havla va la quvvata illa billah. deydi. Ishg'olchi Xitoy qo'zg'olonchilarning o'zlariga xavf elib kelganligini sezishgan edi. Xitoy hukumatı Xoin Ahmad Tayji va Nazar Apandi boshchiligidagi bir hay'atni Barikölga avatdi. Ular xalqni Xitoy hukumatiga qarshi hujum qilishdan to'xtash haqida targ'ibot qilish va bizni poytaxtimiz bo'lgan Urumchiga berib, Xitoy hukumati bilan suhbat o'tkazishga chaqiriq qilish uchun kelgan edi. Osman Batur bu chaqiriqqa bunday javob berdi. Qo'mondonlarning Urumchiga berish xatarlik. Biz hargiz kommunistlarning aldam xalqisiga tushmaymiz. Qarindoshlarimizdan Qonunboy va Shahmardan berib bizning talabimizni yetkazsin. Bizning birdan-bir talabimiz erkinlik, fikr va ibodat erkinligi. Tutqun qilishlarning va shaxsiy mol-mulklarning musodara qilinishining to'xtashi, xalq o'z taqdirini daxlsiz o'zi belgilashi qatorliqlarni talab qilamiz. Osman Baturga dushmanning ilm-fikirlari oydin edi albatta. Shunga kech-kunduz jangga hozir vaziyatda saqlab turadi. Urumchiga ketgan hay'at natijasiz qaytib keldi. Bir qatimliq tog' yo'llarini kuzatishda men Osman Batur bilan birga edim. Uning mundaq da'vat qilganligini angladim. Andalusga salom bo'lsin. U yerda Allohning irodasi o'z kuchini ko'rsatdi. O'ylab qolaman. İnsanlar nemishqa tinchlik ichida yashamaydigandi? Mayis kulimsirashdan keyin gapini davom qildi. Xitoyning odamlari itning qurtidek mig'miq. Zimin desa bepoyon. Nima yetmay yana bizning yerimizga va boyligimizga ko'z qizartidi? O'zlarining inglizlar va yaponlardan ko'rgan kunlarini unutib qilishdimikan? Birdam jimjitlikdan keyin so'zini yana davomlashtirdi. Qur'on Karim menga shuni o'rgatdiki, hurlik ichida yashash kerak. Uni qila olmasa, aqida uchun kurashga jon pido qilish kerak. Osman Batur putlarini yerga qattiq urib, jarangliq ovozda: Bu dunyo hayoti to'limi qisqa. Mangulik hayot nima degan go'zal, ha? Shuning uchun Alloh taolo u dunyodagi hayotimizni mangu oyoqlashmaydigan abadiy qilishni iroda qilgan. Davlatlarning va shaxslarning xammat chog'liq bu o'tkinchi dunyo uchun o'zaro put tepishib, urush etishlariga hayronman. Shunga deymanki, Alloh yo'lida o'lish amaliyotda mangu hayot qilishdir, dedi. O'skilang saqilini siylab turib, o'p cho'risiga nazar tashladi va davom qildi. Men Allohga ishonaman. Bugungi kundagi insonlar Allohga ibodat qilishmaydi. Balki kim kuchli bo'lsa, kim boshqalarni qo'rqita olsa, shuningga sajda qiladi. Mayli Berlinda mag'lub bo'lganlar bo'lsin, mayli London, Parij va Amerikada g'alaba qilganlar bo'lsin, hammasi o'xshash.